yurishim qiyin bo'lib yotib qoldimda, даже hojatga borganda ham muammo bo'lib qoldi, gapni ochig'ini aytib. Shu hayot shunaqa bo'lib o'tsa kerak deb o'yladimda. Izlanardimda, bu yoqqa kirardim, mana internetlar kavlardim, qayerda davo bor ekan. Mana YouTube orqali Moskva shahrida ishlab yuraman ko'p yildan beri. Ko'proq garmon bergan ekan, men bilmayman. Xudoga shukr, mana Bezodjon achchiqda shu garmondan. Men bu yerga kelganda o'ta og'ir holatda kelganman. Mana ikkinchi etajga o'ta qiynalchilik bilan chiqqanman. O'ta qiynalchilik bilan chiqqanman. Endi bu bola yosh bola ekan, qanaqa lichena qiladi ekan deb bir hayolimdan ham o'tdi-da, shunaqa narsa bo'ldi. Bitta insonlar bilan ham gaplashib anaqa qilib keldik-da endi. Professor, murabbiy bu narsalar bilan ham juda katta o'zgarish bo'ldi. Yana qayta tug'ilganga o'xshadim men. Yangi dunyoga tushganday bo'lib qoldim ko'nglarimda. Lekin o'zgarish katta juda. Xudoga shukr, alhamdulillah, Xudoga shukr. Bezodjonga ming marta rahmat. O'zimga sig'olmayapman. Ichimdagi xushchaqchaqlik, bir qandaydir nimalarni tashqariga chiqarib gapira olmayapman ham даже. Shu darajada men xursandman. Hammadan ham garmon yo'q ekan ukamda. 3 kun, 4 kun lichina olganimda uje absolyutni boshqacha his qilib, o'zimni yengil his qilib, bir boshqa ta'sir qildi-da menga bu. Borib ishlaymiz-da endi Xudo xolasa. Shu to'ldik mana Xudo xolasa, zo'rman. Og'rib yurgan insonlar bo'lsa, opa-singillar, kuylarimiz. Men ham mana shu YouTube'dan ko'rib keldim. Do'stlarga reklama yo boshqa narsa emas. Real narsa, men o'zim mana davolandim mana. 4 kun, 5 kun deganda oyoqqa turib, burungi ahvoldaman men. Yoshligimda qanday yursam, alhamdulillah, Xudoga shukr, xuddi shu ahvolda. Juda yaxshiman. O'zimni shunday yengil his qilyapman. Ichimdagi narsani gapira olmayapman, gapni ochig'i. Menchi shunday xursandman men hozir. Shunday xursandman. Hammamiz oilamiz bilan xursandman. Kelinglar, davolaninglar. Rahmat, katta rahmat. Doktorimizga Alloh rozi bo'lsin, rahmat.